Davlatimiz tomonidan mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada keng targ'ibot ishlari yo'lga qo'yilyapti. Biroq ayrim tuman va qishloqlarga yetarlicha kerakli adabiyotlar yetib bormayapti. So'x tumanidagi ba'zi maktablarda ham tojik va o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar yetishmovchiligi mavjud. Ammo o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishlari baland bo'lgani bois, ular shahar kutubxonalaridan kerakli adabiyotlarni sotib olib, mutolaa qilishmoqda. Navbatdagi muhokamalar ayni shu haqda. So'x tumanidagi 3-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishi baland bo'lsa-da, maktab kutubxonasida badiiy adabiyotlar yetishmaydi. Men bu maktabda o'qiyotganimdan juda faxrlanaman, chunki bu maktabda o'zimning tilim, ya'ni tojik tili va davlat tili o'zbek tilini mukammal tarzda o'rganib boryapmiz. Ya'ni Alisher Navoiy bilan Jomiy o'rtasidagi do'stlikning isboti bo'lsa ajab emas. Men bir narsani xohlardimki, kutubxonamizda to'g'ri, ko'p sharoitlar muhayyo, ammo badiiy adabiyotlar yetarli emas. Shuni boyitishni xohlar edim. Chunki o'zim badiiy asar o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Biroq e'tiborli jihati shundaki, maktab o'quvchilarining kitobga bo'lgan qiziqishlari kundan kunga ortib borayotgani bois, o'quvchilar tuman hamda shahar kutubxonalaridan kerakli adabiyotlarni sotib olmoqdalar. Maktabda kitob o'qimagan o'quvchini kam uchratasiz. Oyda bir marta yosh kitobxon ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Tanlov ham oddiy va nomiga emas. Men bugun finalgacha yetib keldim va finalda niyatimga yetdim, g'alaba qozondim. Haqiqatan ham insonning do'sti kitob ekan. Men kitob o'qib shu darajaga keldim va sovg'aga ega bo'ldim. Kelajakda yaxshi o'qib, respublika tanlovida qatnashib, spark yutirish niyatim ham yo'q emas. Barchangizga kitob o'qishni tavsiya etaman. Ko'rik tanlovda ishtirok etgan hamda g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarni maktab ma'muriyati tomonidan muntazam rag'batlantirib borilayotgani o'quvchilarning badiiy adabiyotlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yana bir muhim jihat, tumandagi maktablarda ta'lim asosan tojik tilida, ammo mazkur ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim o'zbek tilida olib boriladi. Tojik va o'zbek xalqlarining azaldan do'stligi bizga Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy misolda yaqqol ko'zga tashlanganda, albatta mana shu ehtiromni davom ettirgan holda mana shu bizning olis chekka So'x tumanida ham bizning maktabimizda ta'lim o'zbek tilida olib borilsa-da, lekin mana shu bu eng asosiy bizning yutug'imiz, o'quvchilarimizni bir vaqt o'zida ham o'zining tojik tili, ya'ni ona tili, ham davlat tilini to'liq o'rganishi va mana shu davlat tiliga bo'lgan ehtirom deb bilaman. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mazkur maktabda o'quvchilarning badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishlari tobora ortib borayotgani quvonarli hol. Shu sabab maktab kutubxonasi o'zbek va tojik tilidagi badiiy adabiyotlar bilan boyitilsa, mazkur maktabdan yosh kitobxon ko'rik tanlovining respublika bosqichi g'oliblari chiqsa ajab emas. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, So'x tumanidan tayyorlandi.